Bozordan bugün ikkita gul olib keldik. Mana bu kitayskaya roza, Xitoy atirguli. Bunisi koralloy begonya. Ikkalasi ham gullaydigan ajoyib gullardan biri. O'ziga moslab mana tuvak oldik. Gullaydigan gullarni ekish tartibi o'sha boshqa tuvakka ekayotgan payti 2 santimetr katta bo'lishi kerak. Agar juda katta tuvakka eksa, ular tomiri yoy gullamay qo'yadi. Mana ko'rsatdim. Ana shunday. Hozir bularni ekib ko'ramiz. Buni olamiz. Drenaj qilish uchun tosh tashlaymiz. O'simlik buk yotmasligi uchun. Drenaj qo'ydik. Endi tuproq soldik. Endi buni kesib iloji boricha o'zim tuprog'ini buzmay va drenaj ko'plab qildi, drenaj olib tashlaymiz. Endi joylashdi. Bozordan kelgan gulni ekkan payti iloji boricha o'zini tuprog'ini buzmaslikka harakat qilish kerak. Shunda ular oson tutib ketadi. Mana bo'ldi. Endi bunisini drenajni bir qo'yib ko'raylik. Agar o'simligimizga xalaqit bersa, olib tashlaymiz. Biz chop ko'rayotgan paytda mana endi uyda tayyorlangan qum, tor va chirindi tuproqdan tayyorlangan aralashmadan qo'yib oldik. Bo'ldi. Bo'ldi, ikki bo'ldik. Endi buni birdaniga quyoshni yorug'iga qo'yib bo'lmaydi. Quyosh nuridan uzoqroq yorug' xonaga qo'yib qo'yamiz. 1 oy davomida juda sekin, kam suv solib sug'oramiz. Mineral o'g'itlar berilmaydi 1 oygacha. 1 oygacha o'rganadi. Undan keyin boshqa gullar qatori ozuqa beriladi va issiqqa qo'yiladi.